Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 24-fevral sanasi. Orada bunga ancha-muncha ishlar qildik. Imkoniyat bo'lmadi buni video qilib joylashga. 16-fevral kuni bularni suvladik. Qanday? 1 tonna suvga 3.18 kalsiy nitrat, magniy, udar, humik qanchaligini ham aytib ketayin. 3.18 dan 1 kilo, kalsiy 1 kilo, magniy 1 kilo, udar 1 kilo, humik 1 litr, yantarniy 150 gram, borniy kislota 150 gram. Temir ham qo'shganmiz. Endi buni qanchaligini eslolmayapman temirni. Bunga qanday o'zgarishlar bo'ldi pomidorimizga, ko'chatimizga? Ancha o'sib, tanalari ham azmuncha semirdi. Bizni xatomiz, bitta xato ish qilibmiz. Udar dorini qo'shmay turishimiz kerak ekan. Chunki ko'chatlarimiz o'sib ketdi. O'stiraverdi. Birinchi kism bilan ikkinchi kismning orasi ancha uzoq bo'lib qoldi-da. Udar degan dorini qo'shmay turishimiz kerak ekan. Ko'rib turibsizlar, buni changlatganmiz va hosilga kira boshlagan. Hosili ham mana no'xatday bo'lib qolgan. Buni qachon changlatdik? Adashmasam shu 16sidami? 16-fevral kuni changlatgan ekanmiz. 16-fevral kuni. Qanday changlatdik? Har doimgidek 1,5 litr suvga 10 gram koreyskiy tamaton dorisini qo'shib suvladik. Keyin buni yana suvladik. 22-fevral kuni birinchi 500 litr suvni yubordik, oddiy suvni. Izidan keyin 1 tonna suvga 1 kilogram azot dorisi, 200 gram yantarniy, 100 gram borniy kislota qo'shib suvlandi. Yana 1 tonna xuddi shunday sostav bilan yana izidan 500 litr oddiy suv, jami 3 tonna suv yuborildi. Pomidorlarimiz alhamdulillah yaxshi ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Faqat bizda qilingan xato, dorini qo'shganimiz, pomidorlarimiz o'sib ketdi. Ish bor yerda xato va kamchilik ham bo'ladi. Bizda ham xatolar bor. Bu qanday desangiz, mana gulini, mana shu gulini yaxshi ochilmasa ham changlatganmiz. Yaxshi ochilmasa ham o'shaning hisobiga gul to'kilish bo'lyapti. Mana shunday pomidor kattarmay guli yumilib qolyapti. Mana changlatganlarimiz, lekin bular hosilga kirgan. Yaxshi ochilganini changlatganimiz hosilga kirib kattaryapti. Mana ko'rinib turibdi. Bu lekin kattarmay qolgan. Ichidagi mevasi. Buni bir YouTube'da ko'rgandim. Tamaton dorisini dozasini ko'proq qilib, shunday piyolaga hammasini bir mana shuni turishiga bir botir olyapti. Shunday qilsangiz deydi, hosil kattaradi, ichidagi hosil deyapti. Endi buni ertaga sinab ko'ramiz. 22-fevral kuni suvlagan bo'lsam, ertangi kuni ertangi vaqt salqinda gulini to'kilishini oldini olish maqsadida, gulini ko'paytirish maqsadida bunga 2 apparat dori sepildi. 15 litr suvga bulungvar dorisidan 50 gram, borniy kislota 5 gram qo'shib tanasiga mana shunday hammasiga sepib chiqildi. 2 apparat. 6,5 so'tga 2 apparat yetarlicha bo'ldi.
3 tonna qilib suvlayapman. Mana shu quyosh tekaydigan joylari, mana shu 3 ta joyi. 24 bo'lsa 2 o'tibdi oradan. Suvlamaganday bo'lib turibdi. Suvlangani nami qochib, yana suvlasa bo'lay degan darajada bo'lib qolgan. Bu soya taraf esa sal bo'lsa-da nami bor. Mana. Udar dorini bekor qo'shibman deb haliroq aytdim-ku, udar dorini hosilga kirgandan keyin yaxshi. 1-2 ta, 3 ta, 2 ta hosilga kirgandan keyin bersa, menimcha yaxshi bo'ladi, hosillarni kattartiradi. Shunday deb o'yladim. Ana shunday holatlari, bugungi holati 24-fevral sanasidagi holatlari. Shu deslaringiz, men o'ylanib qoldim-da. Nimaga desangiz, mana shu ko'chatlar teplitsaning boshidagi mana shu 2 dona ko'chat fevral oyi ekilgan. Anig'ini bilmayman, nechinchi sanada. O'sha bular ham gullab qoldi. Gullab boshlagan. Mana shu 2 donasi, bittasi gul chiqarib boshladi mana. Erta ekib o'zimizni ovora qildikmi bilmayman. Mana shunday, mana bu ham keyin ekkanman mana shu ko'chatni ham. Holatini ko'ring, bilan gul ochilaman deyapti. Mana gulni ochilaman deb turibdi. Mana shu ikkalasi balkim 3-chi hammi bilmayman. Mana aniq shu, mana shuda aniq eslayman, birinchi bitta shu yerga ekkandim. Keyin buni shu fevralga ekkan bo'lsam, o'sha bularni ham yetib olaman deyapti-da. Bular ham yaxshi ketyapti-ku. Pomidorga baribir issiqlik bo'lsa yaxshi o'zgaradi-da. Mayli, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qimmatli vaqtlaringizni ayamay ko'rganingiz uchun rahmat. Video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.